Belarus 82 siz o'ylamagan narxda sotuvga qo'yamiz. Hali ham yil aksiyasi ketyapti. Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'yasizlar. Shunaqa Belarus 82 yaxshisini qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Yillari 2008-yil Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga tayyor holatda turibdi. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring batafsil hamma detallarni yurgizib, tushuntirib ko'rsatib boramiz. Bu narxga keladigan bo'lsak 95 million ozmos kam bir aloqaga chiqarasizlar. Dokumentlardan ham umuman muammosi yo'q, sraz notarisi bo'ladigan holatda turibdi. Sotuvimizda Belarus 82 o'z arzonini ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa texnik holatlarini ham hamma detallarigacha yurgizib tushuntirib boramiz. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar. Shunaqa 82 yaxshisini qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Birinchi holatda oldi balolar yaxshi holatda, uchalasi ham o'rta holatda turibdi. Texnikamizni ko'rib turibsizlar. Bruslanni umuman yorug'i yo'qdan, xudo xolasa tagi tepalari dozatordan. Yillari 2008 Namangan viloyati Mingbuloq tumanida turibdi. 95 million kam bor. Motorlar umuman rasxot yo'qdan, shunga borib ishlataveradigan holatda turibdi. Kapotlar ezilib, bir narsa olib ketmagan, yaxshisidan. Ramamizda ham, o'ngida ham, chapida ham so'rka yo'q. Ko'ji holatlari yaxshi. Korobka zatli muslarimizda ovozi yo'qdan, yaxshisidan. Yaxshisi mana holatlari. Kabinamizda texnikamizni oxirigacha ko'rsalaring yurgizib, hamma tomonlarni ishlatib ko'ramiz. Balon holatlari o'rtacha 13.38 13.5. Texnikamizda silindrlarga keladigan bo'lsak, silindrlar yangisidan, umuman yo'q qo'ymagandan. Bartoylardan ham umuman yo'qmagan, chiroyli holatda turibdi. O'ngi ham, chapi ham. Satnimiz korobkasi juda ham jim holatda ekan, yaxshi ekan. O'zini holati, o'zini sostenasiga qaraganda. Texnikamizni salon qismiga chiqib ko'ramiz. Qani bo'lmasa salonlari, sedinlari yaxshisidan. Tepa holatlari. Bu holatda traktorimizni sizlarga yurgizib, korobka, zatnimiz, motorni holatlarini ishlash holatlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Texnikamiz shu yerda o'zida yurgizib ko'rsatib beramiz. Aka, yurgizing. Texnikamiz yurdi, ko'rib turibsizlar. Tormoz holatlari ham juda ham zo'r holatda ishlab turibdi. Balonlar gidrolika. Traktorimizni motorlari ham juda ham tekis holatda ishlab turibdi. Atqam akam o'zi buni ko'rsatdilar. Atqam aka, qalay texnik holati? Texnik holati uda. Korobka zatni muslarda umuman ovozi yo'q.
Yaxshisidan aka. Zo'ridan xudo xolasa, Xudodan baraka topar. Joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa Hamshir akam texnikalardan qo'yib chiqarib boryapmiz. Hamma skori bor, skordan tashlamaydi, skordan chiqmaydiganini Xudo xolasa texnikani yaxshisidan. Ho'jaga sizga qanaqa texnika kerak bo'layotganini kommentariyada yozib qoldirsangiz, shunga qarab texnikalarni arzon yaxshisidan qo'yib chiqarib boramiz. Shu bizda endi bugun sotiladigan traktorimiz ishga tayyorda. Bu so'radigan yerda.